Bugungi sanamiz 30-aprel. 30-aprelda yana o'sha agronom Qahramon aka issiqxonalariga keldik. Xudo xolasa to'liq videoni YouTube kanalimizda ko'rasizlar. Bugun bari berilgan savollarga xudo xolasa birma-bir javob berib o'tamiz. Mevalarimiz ancha qizarib qopti, xudo xolasa. Juda ham chiroyli, go'zal holatga kelgan. Endi bularni xudo xolasa sekin-asta sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bari berilgan savollarni birma-bir xudo xolasa javob beramiz. Mana pomidorlarimiz qizargan bo'lsa-da uzmagan. Ulardan uzilgani. Xudo xolasa to'liq videoni kanalimizda ko'rsalaring, to'liq videoni qo'yamiz. Xudo xolasa mana xudo xolasa go'zal joyga keldik. Bugungi sanamiz 30-aprel. 30-aprelda yana o'sha agronom Qahramon aka issiqxonalariga keldik. Xudo xolasa to'liq videoni YouTube kanalimizda ko'rasizlar. Bugun bari berilgan savollarga xudo xolasa birma-bir javob berib o'tamiz. Mevalarimiz ancha qizarib qopti, xudo xolasa. Juda ham chiroyli, go'zal holatga kelgan. Endi bularni xudo xolasa sekin-asta sizlarga tanishtirib o'tamiz. Bari berilgan savollarni birma-bir xudo xolasa javob beramiz. Mana pomidorlarimiz qizargan bo'lsa-da uzmagan. Ulardan uzilgani. Xudo xolasa to'liq videoni kanalimizda ko'rsalaring, to'liq videoni qo'yamiz. Xudo xolasa mana xudo xolasa go'zal joyga keldik.